Hey! Bu meni sevimligim Poyra. Sochlarini bo'yab qo'ydim. Sochni uzunligini quruqligicha ham qo'rqsa bo'ladi. Sochni uzunligini qo'rqib qo'yamiz. Sochni har safar butun uzunligi bilan bo'yash faqat zararga ishlaydi deyapsizlarmi? Poyraning sochini ham faqat ildizini bo'yayman. 3-4 marta bo'yaganimizda keyin polni bo'yayman. O'rtaga aytib qo'ying. Kraskasini qizg'anyapti bu yerda qilganlar. Professional ko'rsa uzunlikni qo'rqib qo'yaman hozir. Hamma mendek chiroyli bo'lolmaydi. Sochlarim rangini qarang, ko'zim rangi bilan bir xil. Mana shu Nargiza salonchimiz, korolistimiz mana shu ko'z rangi bilan bir xil qilib berishi mumkin. Aytsanglar faqat. O'sha bilan berilama hozir.